Mana qadrdonlarim, biz Stariy Tabashardamiz. Uyingizga mana shunaqa devorlariga shunaqa qildirgizmoqchi bo'lsangiz, hozir usta akalar Adrasmonga ketdi. Adrasmondan yana Tabasharga keladi. Mana o'rtlarini ham chiroyli qilibdi. Endi biz faqat baho beramiz, chunki usta bolani o'zi yo'q, u tushuntirib berardi. Bu bundaqa deb men tushunmayman. Tushunmaganim sababli men bilmagan narsamni haligi qila olmayman. Mana chiroyli qilib, oho, laklab ketibdi. Tak, bu taraflarini g'ish qilibdi, mana juda ham chiroyli chiqibdi. Tak, mana bu отдельно yopishtirg'ilar ekan, qadrdonlar. Penoplastmi, shunaqa deydi-yu. Tak, bu ham juda ham chiroyli chiqibdi. Juda ham chiroyli. Tak, zakaz qilamiz desanglar, qadrdonlar, usta akalar, mana telefon nomerini qoldirg'izib qo'ydim. Bang telefon qilasizlar, usta akalar keladi. Dang-dang ishlarni chiroyli qilib bitirib, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib ketadi. Ha, endi tushundim. Mana bu tarafi g'ish bo'libdi, u chekkasi ham g'ish bo'libdi. Keyin mana bag'i 3D da, tipa 3D ga o'xshab, 3D ga o'xshaganda, короче. Zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, mana telefon nomeri qoldirib qo'ydim. Usta akalarniki hozirda Adrasmonda, erta indin yana Tabasharga keladi. Hozir Stariy Tabashardamiz. Titlab pishgan, kelinglar deydigan manzara bo'ldi-yu. Usta akalarning qo'li dard ko'rmasin. Ana endi bizni hovlini ham shunaqa qilib berishgan. Endi bizni hovlini ko'ramiz, ketdik.